Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi 8 yillik faoliyating davomida ketma-ket 2 o'yinda bir xil asosiy tarkibni atigi 3 marta takrorlagansan. Ertaga bu 4-marta sodir bo'lishi mumkinmi? Yana bir savol. Yamal Fransiya-Ispaniya uchrashuvini muddatidan oldingi final deb atadi. Bu haqda sening fikring qanday? Agar buni avval ham bir necha marta qilgan bo'lsam, yana takrorlashim g'alati bo'lmaydi. Ammo tarkibda o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Umuman olganda, avvalgi o'yindagiga juda o'xshash tarzda maydonga tushamiz. O'yinning qanchalik murakkab bo'lganini hisobga olmaganda, jamoamning o'yin uslubi menga juda yoqdi. Laminning gaplariga kelsak, men ularni eshitmadim, ammo bu haqiqatan ham muddatidan oldingi final. Ikkisi ham favorit va afsuski ulardan biri musobaqani tark etadi. Menimcha, uning bunday deyishida hech qanday yomon narsa yo'q, chunki bu haqiqat. Bugun Argentina futboli uchun alohida kun. Marakanadagi final va Messining o'yin oldidan qilgan o'sha mashhur nutqiga roppa-rosa 5 yil to'ldi. O'shandan beri sen tuzgan jamoa deyarli yengilmas jamoaga aylandi. O'sha tun haqida nimalarni eslaysan? Copa Amerikadagi o'sha g'alaba keyingi 5 yil uchun qanchalik muhim bo'ldi deb o'ylaysan? Avvalo rostini aytsam, oradan 5 yil o'tganini bilmasdim. Buni eshitganimdan xursandman. Men har doim aytaman, chempionlik yoki sovrin yutish hamma narsani belgilab bermaydi. Ammo haqiqat shuki, o'sha g'alaba biz uchun burilish nuqtasi bo'ldi. U nafaqat o'sha avlod futbolchilariga, balki keyinchalik kelganlarga ham. Agar o'sha finalda g'alaba qozonmaganimizda, ehtimol hozir ham maqsadga bir qadam qolganida to'xtab qolayotgan jamoa haqida gapirayotgan bo'lardik. Bu barchamiz uchun katta yengillik bo'ldi. O'sha Copa Amerika Covid davrida izolyatsiya sharoitida o'tkazilgani sababli juda hissiyotlarga boy edi. Shveysariya terma jamoasini Misr va boshqa raqibingiz bilan solishtirganda qanday o'xshash yoki farqli jihatlarni ko'rasan? Bir xil raqib bo'lmaganidek oson o'yin ham bo'lmaydi. Menimcha Shveysariya juda kuchli jamoa. Ular doim eng kuchli terma jamoalar bilan raqobatlashadi. Jahon chempionatlarida boy tajribaga ega. Tarkibida tajribali va jismonan kuchli futbolchilar bor. Bu juda qiyin raqib. Biz ularni hurmat qilamiz, chunki ular bu bosqichga bekorga yetib kelishmagan. Ular juda yaxshi o'yin ko'rsatgan Kolumbiyani musobaqadan chiqarishdi. Ertaga bizni juda jiddiy va atletik jamoaga qarshi og'ir bahs kutmoqda.